Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan mushakka inyeksiya qilishni o'rganamiz. Tasavvur qiling, bu mushak. Mushakni biz 4 ga bo'lgan holda yuqoridagi qismga qilamiz. Mana 4 ga bo'ldik. Tasavvur qiling, 4 ga bo'lindi. Yuqoridagi burchak qismidagi joyga aynan inyeksiya qilinadi. 4 ga bo'lganimizni ham yana 4 ga bo'lib chekka qismidan qilinadi. Qolgan qismlardan ukol qilish mumkin emas, sababi u yerdan tomirlar, nerv tomirlari o'tgan. Shuning uchun aynan shu ko'rsatgan chekka qismdan ukol qilinadi. Va ukol qilishimiz uchun bizga ikkita spirtlangan paxta kerak bo'ladi. Va qilinadigan ukolimizni tayyorlab oldik. Aynan qiladigan joyimizga yuqorida aytdim 4 ga bo'linib, uning chekka qismi olinadi. U yerni birinchi paxtamiz bilan artib olamiz. Artib oldik. Keyingi paxtani qo'limizga qistirib olamiz va shprisni ochib olamiz. Ochdik. Shpris har doim mushakka qilganimizda 90 gradusda suqiladi. 90 gradusda ignani boricha suqishimiz kerak bo'ladi. Hech qachon bunaqasiga 45 gradusga yoki bo'lmasam 10-15 gradusga suqish mumkin emas. Igna to'g'ri holatda 90 gradusda bir martada suqilishi kerak. Sekinlik bilan yoki bo'lib suqish ham bu zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Ketdik unda. 90 gradusda bir martada suqildi. Kanuladan ushlaymiz va asta sekinlik bilan jo'natamiz. Jo'natdik. Jo'natgandan so'ng boshqa toza spirtlangan nimamizni olib o'sha joyga qo'yamiz. Xuddi shunday tarzda qilsangiz hech qanday nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi.